boshlaganlar uchun eng kerakli bo'lgan video bo'ladi bugun. Assalomu alaykum mallar. Yaxshimisizlar, tepsizlar. Bugun TradingView platformasini общий obzor qilib chiqamiz. Nima qatdan ishlatishini, nima qilishini bir xil yangi boshlaganlar uchun eng kerakli bo'lgan video bo'ladi bugun. Tortishni o'zingizlar qila olasizlar deb o'ylayman, chunki tortish problema emas. O'sha Chromegami yoki iPhone bo'lsa nima, App Store, iPhone'da o'shangami tortasizlar, yozasizlar TradingView nomini mana shu yerga tushadi. TradingView deb yozasizlar, sketchat qilasizlar, или kirasizlar. Google akkauntingiz bo'lsa Google akkaunt ulasizlar yoki iPhone'da, telefonda kirayotgan bo'lsanglar, nima iCloud ulasanglar ham bo'ladi. Menda Google akkaunt ulangan. O'shani ulasizlarda kirasizlar. Sizlar kirganinglarda mana o'shalar ranglari boshqacha bo'ladi, ancha. Orqa fon oq bo'ladi, yo'q qora bo'ladi, ili yashil, qizil shamlar bo'ladi. Короче, hamma narsa hali yangidek bo'ladi. Hali umuman tegilmagan, o'shanday bo'ladi. Men esa o'zimga yoqadigan qilib, o'zim kerakli qilib, foydasi ko'proq tegadigan qilib nastroykalar qilib chiqaman. O'shalar sizlarga ham qo'shib o'rgataveraman hozir. Birinchi boshlaydigan tomonimiz tepa o'ng burchakdan boshlaymiz. Unda aylanib chiqamiz o'sha ekranni. Nimalar kerakli bor, nimalar qayerdan nimani ishlatish kerak. Hammasini birinma-ketdan qilib chiqamiz. Birinchi qaraydigan joyinglar o'ng tomon eng tepa burchak. Xo'p. Bu publish deb yozib qo'yibdi. Bu kerak bo'lgan narsa mana kamerani bo'lsanglar, bu yerdagi общий ekrandagi masalan analiz qilgan bo'lsanglar, kimgadir tashlab bermoqchi bo'lsanglar, o'shani sketchat qilib olib yoki linkini olibmi yoki общий rasmni kesib olibmi, sketchat qilib tashlanglar bo'ladi. Xo'p, uning yonidagi to'rt burchak, buni bosadigan bo'lsanglar, общий ekran bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, hech qanaqa narsa ishlatadigan narsani o'zi hech narsa qolmaydi, faqat chart qoladi. Общий ekran desa ham bo'ladi. Hop, bu nastroykaga keyin qaytamiz. Keyin bu lupa shart emas. Mana to'rt burchakka o'ziga qaraydigan bo'lsak, bu yerda oynada bo'ladigan narsalar bor. Masalan, bir xil Instagramlarda ko'rgan bo'lsanglar, bir xilga ikkitali oyna qilib oladi, ikkitali ekran qilib oladi. O'sha narsani shu yerdan qilsalar bo'ladi, lekin bu pullik, premium sotib olsanglar albatta. Premium narxi qancha bilmadim. Hop, bu replay, bu ham kesadigan bozor kesasida o'sha yerdan qo'yib turib, hozirgi narxgacha yurg'izib kelasiz. Hop, bu ham premium so'raydi. 30 kunga sotib olishingiz kerak, tekinga berib qo'yishmaydi. Tekinga beradigani bor, 1 kunlik time frame ga o'tsanglar, o'shanda tekin. Faqat 1 kunlik time frame da. Qolgan time frame ga o'tsanglar, sразу yana boshqa qaytib qoladi. Xo'p, bundan keyin kerakli narsalar mana soat. Bu soat nima? Bu soat masalan bitta liniya chizsanglar, mana shu mayda soat turib ko'rasizlar, shuni bosasizlar. Keyin bunday soat qo'yib qo'ysanglar, narx qachonki kelib shu narxga tekkanida, mana shu jiringlaydi. Xuddi butunlik degandek gap. Xo'p, bu bizga shart emas, kerak bo'lib qoladi ora-orada. Xo'p, indikator. Bu yerda indikator har xillari bor. Bu yerda o'zingizga kerakli indikatorlar nomini yozasiz, chiqazib beradi, o'shani qo'yasiz, nastroykaga qilib ishlataverasiz. Menda o'zi ikkita dona indikator bor, kilzon bilan, mana общий liniya, kun ochilish. Xo'p, keyin bundan yana bitta chapga o'tsak, bu yerda candle, shamlarning ko'rinishi. Masalan, bar bor, bu qanaqadir boshqacharoq bu ishlatish maslahat bermayman. Bir xilga yangilik ishlatsa balki yoqar. Bilmadim kimga qanaqa. Nima men yapon shamlari o'zimizga eng taniqlisi, shuni ishlatganinglar ham sizlarga ham ma'qul. Xo'p, keyin liniyalik bor. Bu liniyalik soyalarni ko'rsatmaydi, ahamiyat bergan bo'lsalar, faqat tanalarni ko'rsatadi. Xo'p, bizga eng normalisi yapon shamlari. Xo'p, bu ham tugadi. Bizda endi time frame degan narsa bilsanglar kerak. Har bitta sham, masalan, M5 time frame bo'lsa, bitta sham 5 minut ichida ochilib yopiladi. Har bitta sham 5 minut ichida bo'ladi. Uni ham anaqasiga qarab. Masalan, 1 soatlik time frame da har bitta sham 1 soatda ochilib yopiladi. Bu narsani bilsanglar kerak. Xo'p, bu yerga kirib mana pastdagi strelkachasini bossanglar, bu yerda hamma time framelar chiqazib beradi. Bizga keraklilarga mana shu yurakcha bosib, yulduzcha bosib qo'yganman. O'shandan mengidan ko'rib qolsanglar bo'ladi. Bu yulduzcha nima? Yulduzcha bosib qo'ysanglar, sizlarga mana yerda bosib qo'ygan narsalari hammasini qator-qator qilib chiqazib beradi. Xo'p, bizda bu instrumentlarga yurakcha bossangiz shu yerga chiqazib beradi. Time frame ga yurakcha bossangiz, mana yerda bunday tekis bo'lib qator-qator taxlab berishadi. Hop, o'shani sразу bosib ishlataverasiz. Bo'lmasa, yulduzcha bosib qo'ysangiz, ichiga kirib, tanlab, qidirib, qarshi ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Bunga ko'ra yulduzchalarni bosib qo'ysanglar, qator qilib taxlab qo'yishadi o'sha yerga. Hop, bundan keyingisi bu plyus shart emas, bu prosta nomi, ili sizlar akkauntingiz. Bu yerdan nom nima? Ingliz tili, rus tili, har xil tillar bor. O'zbekcha har doimgidek. Hop, bularni qilsanglar bo'ladi. Keyin bu rangini o'zgartirish, oq qora qilish. Xo'p, bizga eng kerakli punkt chap tomon. Mana shu общий joy. Bu yerdan ketma-ket ko'radigan bo'lsak, bu joystick. Masalan, joystick ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta joystickga o'zi mana pastligini bossam, qayerda yurayotgan aniq ko'rsatish uchun qizil dumaloq qilib qo'yishgan. Bu o'zingizga yoqqan qo'yaverasizlar, uni unchalik ahamiyati yo'q.
Xo'p. Bitta pastga o'tsak, mana liniya. Bu liniya nima? Bu liniya tekis bo'ladi, lekin xohlagan tomonlarga yurolsanglar bo'ladi. Masalan, agar klassikada ishlaydiganlar bo'lsa, bunday qilib trend line liquid tortiladi-da, bozor chiqadi, ketadi. Hop. Keyin bunga ham yulduzcha bosib qo'yasizlar. Har bittasida mana shu yulduzcha ko'ryapsizlarmi? Har bittasi mendagi yulduzchalar ko'ryapsizlar. Hammasiga yulduzcha sizlar ham bosib qo'yinglar, chunki eng keraklilari shu yerda. Hop. Keyin vertikal, gorizontal chiziqlar bor. Hammasi yurikcha bosib chiqamiz. Bizga yana kerakli narsalar Fibonacci. Bu Fibonacci nima? Общий oddiy. Qo'ydimi? Fibonacci raqamli nimadir-da, to'g'risi men Fibonacci kam ishlataman. Buni ham ishlatishni bilsanglar zo'r narsa. Hop, bundan keyin Gunbox. Bu Gunbox общий trendga yarmini bilib olishni ishlataman. Masalan, bu lowdan bu haygacha tortsam, teng yarmi mana shu chiziqqa to'g'ri keladi. 0.5 ni topish uchun degan ishlatsam bo'ladi. Buni Fibonacci deb ishlatsa bo'ladi. Menga Gunbox ma'qulroq. Hop, bundan keyingisi bu yoqda hech narsa yo'q, keragi ham yo'q hozir bu yoqqa. Hop, eng keraklilardan biri long position, short position. Bu sizlarning сделкалар ochilgan joy va stopinglar qayerda, take profitinglar qayerda, o'shani ko'rsatib beradigan narsa. Masalan, sizlar shu yerdan bay ochgan bo'lsangiz, stop lossinglar bu yoqqa, take profitinglar bu yoqqa qo'yasizlar. Xuddi o'sha narsani ko'rsatib beradigan narsa. Buni ham rangi sizlarda boshda kirganlarda boshqacha bo'ladi. Buni rangi sizlarda yashil va qizil bo'ladi. Hop, bu short position. Shuni xuddi teskari selga ochilgan varianti. Price range. Bu esa bozorning necha punkt yoki pips harakatlanganini ko'rsatib beradigan narsa. Liniyaga desak ham bo'ladi. Masalan, 200 punkt turib qo'ygan joy bor ekan shu yerda. Bu EURUSD tillamas. Bundan bu joyda tugadi, uchta yulduzcha. Bundan keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yulduzchalar ko'proq, bu yerda kerakli narsalar demak ko'proq degan. Bu общий qalam desa ham, ruchka desa ham bo'laveradi. Xohlasanglar qalam deylar, xohlasanglar ruchka. Bu qanaqadir tekis liniya emas, xohlaganingizcha chizsanglar bo'ladi. Bundan keyingisi shu qalinroq varianti shu. Qalinroq variant. Hop. Bulardan keyin strelkalar. O'zi mana shu rasmiga qarab ham bilib olsanglar bo'ladi. Strelkami? Demak, bu bunda qolasizlar. Demak, strelka ekan deb qo'yaverasizlar. Bu turbocha korobka. Bu nima? Bu masalan order blokmi, FBGmi agar bilsanglar o'sha narsani tortsanglar, mana shu narsalar kerak bo'ladi. Buni rangini o'zgartirish xatdan endi. Mana bu yerda o'z rasmiga qarasanglar, mana kraskani rasmi turibdi. Bu yerdan qizil qilsanglar bo'ladi. Bu esa ustidagi ramkasini rasmi, to'g'riroq rangi. Mana qizil, buni jicha qalinlashtiraylik, o'shanda yaxshiroq ko'rinadi. Mana yonidagi narsalar ko'k bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Bunisi yonidagi ramkasini chizig'i, bu esa общий ichini rangi. Bu qalinligi. Ko'ryapsizlar? 1x yoki 2x. Bunisi chiziq-chiziqli yonidagi ramkasi yoki nuqta-nuqtali yoki общий tekis liniyali. Keyin bu narsani nastroykasiga kirsak, ayni shu turbocha korobka nastroykasiga kirsak, yerga ichiga yozsanglar bo'ladi. Har xil nima kerakligini yozib qo'ysanglar. Yozsanglar bo'ladi. Bu raqamlari, bu narx turgan joyi unchalik muhim narsa emas. Bu boyagi ranglari. Bunisi nima? Bunisi qaysi time framelarda ko'rinishi. Masalan, bizda D1 ochiq turibdi, demak, xuddi shu ramka D1 time frame olganimizda ko'rinmaydi. H1 da turibdi. Mana soatli, minut, sekund hammasi yoniq turibdi galchkalari. Demak, bularda ko'rinadi. Kunlik, haftalik, oyliklarda ochiqmi? Demak, bularda ko'rinmaydi bu ramkamiz. Hop, bu ham tugadi. Hop. Bundan kerakli narsa, yana bitta kerakli narsa bu chiziq. Mana shu narsa. Bu общий chizib o'tirishga normallik. Agar rassomman desanglar, yaxshi ketadi. Hop. Dumaloq. Bu unchalik kerakli narsa emas u. Uni yurakcha bosib qo'yaman, kerak bo'lgan vaqt topib o'tirmasdan ishlatish uchun. Bu ham unchalik kerakli narsa emas. Saltagam yarim oylik chiziq. Qolganlarcha ishlatsanglar bo'ladi buni. Temasiga moslatib ishlataverasizlar. Hop, bu yoq ham tugadi. Yulduzchasini ko'rib olinglar, ili bosib olinglar. Hop. Tekst buni nomidan ham bilib turibsizlar. Nimadir yozish kerak bo'lsa, yozib shu yerga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin buni pastida yana bitta tekst bor. Buni bossanglar, mana bu yerda langar yoniq turibdi. Yerga nimadir deb yozasizlar-da, masalan, kattaroq qilaman. Rangini o'zgartiraman. To'qlashtirib, qarang. Ko'ryapsizlarmi farqni? Mana nima? Langarni bosib qo'yganim uchun chart qimillatsam ham, lekin ekranni joyidan o'zgarib ketmayapti. Bunisi langari o'chiq, chart bilan tengma-teng o'ynab ketyapti. Shunaqa narsa bu. Xo'p, bunisi ham shunday. Bunisi unchalik kerakli narsa emas. Masalan, mana eng uchiga chiqib turibdi. Shu joyimda olasizda bundoq qilib qo'ysangiz, narxini ko'rsatib beradigan narsa. Bu narxini ko'rish unchalik ham kerakli narsa emas. Xo'p, bu yerda rasm bilayotgan bo'lsanglar, yulduzcha bosilgan narsalar bor. Masalan, hammasini yulduzcha bosib chiqaman, hammasiga emas, kerakli narsalar yulduzcha bosib chiqamanmi? Xuddi mana shunaqa bo'lib taxlanib chiqadsizlarda ham yulduzchani bosib chiqsanglar.
yulduzchani bossanglar, ketma-ket taxlanib oladi shu yerga. Sizlar maytga kirib, ichiga kirib ishlatib o'tirmaysizlar-da. Mayt shu yerda o'zidan olib qo'ya qolasizlar. O'shanda vaqtingiz tejaladi. Ilislarda bosganingizda xuddi shu joyda paydo bo'ladi. Eng chapida mana bu 6 ta tochka turibdi. O'shani bosib turib, joyini o'zgartirsa bo'ladi. O'zgartirsa bo'ladi. Men eng pastiga qo'yib oldim, o'sha xalaqit bermaslik uchun. Bu stikerlar, Trading View'ning o'zining stikerlari. Bunga lekin yulduzcha bosib qo'yamizlar. Buni haqiqatan kirib, mana yerdan bosishingizga to'g'ri keladi. Bu lineyka boyaga o'sha aytgan narsam, punkt o'lchaydigan narsa. Bunisi plus yaqinlashtirish ekranni общий bundoq qilib yaqinlashtirsanglar ham bo'ladi. Keyin magnit nima? Magnitni o'chirib turaman. Magnit. Endi qarang. Masalan, biz bitta liniyani oldik, to'g'rimi? Mana chizadigan narsani oldik. Biz olganimizdan keyin bizda magnit yoniq turgan bo'lsa, xuddi mana shu uchiniga sal yaqinlashtirsak, ayni tepasidan, yon tarafidan emas, chapidan, o'ngdan emas, ayni tepa yoki pastidan yaqinlashtirsak, o'zi avtomatik tochka qilib tortib oladi. Ko'ryapsizlarmi? Men magnitda bosdim, lekin avtomatik o'sha tochka narxigacha tortib oladi. Xo'p, keyin bir xillar bilmaydi. Chiziqqa o'ng tomonga tortganingizda mana tekis qo'yish qiyin. Bir xillar masalan qiyshiqroq olib qo'yadi. Masalan, tekis chizishimiz kerak-ku biz. Tekislik muhim. Lekin bir xillar tekis qo'yish qiyin. Agar kompyuterda bo'lsangiz, shift knopkasi bor. Shift knopkasini bosib turib ishlatsangiz, faqat tekisga yuradi. Xohlasanglar tepaga tekis qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar yonga, xohlasanglar 45 gradusda. Mana shu 3 xil yo'nalishda tekis harakatlanadi. Hop, magnit tushundinglar? Magnitni bosmasdan qilsanglar, mana yoniga olib boryapman, lekin tortib olmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana bunday qilib qo'ysanglar, o'sha aniqlikka qoladi. Shunaqa narsa. Bu pastdagi ruchka kerak emas, qulf ham kerak emas. Bu ko'z, hamma narsa chizgan narsalari ko'rinmay turadi birpasga. Birpasga emas, o'chirguninglarcha. Ko'z bossanglar yana paydo bo'ladi. Udalit, hamma chizgan narsani udalit qilish. Bu eng chap past tomonga qarasak, yulduzcha turibdi. Bu yulduzchani o'chirsanglar, boyaga qo'yib oldimmi magnetik eng pastga. O'sha narsa o'chadi. Yulduzcha yana qaytarib bo'lsanglar, yana paydo bo'ladi. Xo'p, bu yerdagi chap tomondagi pastdagi narsalar muhim emas. Bizga baribir broker Trading View'ning o'zida yo'q. Bor, lekin uni ishlatish qiyinmi? Juda ishlatib bo'lmaydi-mi shunaqa adashmasam. Ishlatib ko'rmaganman. O'zimizni brokerlar yaxshi, HyperTX yaxshi. Xo'p. O'ng tomonda mana qog'ozchani ko'ryapsizlar. Mana soatni tepasidagi. O'shani bossanglar, hamma parallel kelib chiqadi. Bitcoin masalan, mana bu yerda Nasdaq, mana bu yerda tilla. Hamma narsani shu yerda bor. Tepasida plus turibdi. Bu plusni bossanglar, o'zingizga kerakli bo'lgan narsani chiqarib olasizlar. Masalan, sizlarga ton coin kerak. Ton deb yozasizlar, mana coin chiqib keladi. Ton USDT, ton Tether, ton coin, hammasi kelib chiqadi. O'shani plusini bosasizlar, o'ng tomonidagi masalan kripto mana ton USD, ton coin, kripto ili plus bitta bossanglar, sizlar shularni qatoriga qo'shiladi. Mana eng pastda paydo bo'ladi. Va mana. Xo'p, o'ng tomondagi mana raqamlar nima? O'ng tomondagi raqamlar bu bitta dona ton coinning narxi. Masalan, hozir bitta dona ton coin $2.77. Bu narx faqat dollarda, so'mda yoki rublda emas, faqat dollarda. Bu 350 sekund vaqt ko'rsatyapti. Bu vaqt nima vaqti? Har bitta shami. Masalan, bizda M15 time frame ekanmiz, demak M15 time frame'dagi hozirgi yurayotgan, harakatlanayotgan sham yopilishiga 3 minut 38 sekund qoldi. Tushundinglar? Ko'rsatib turadi. Pastdagi raqamlar nima? Pastdagi raqamlar bu soat. Bu soat biz bilan to'g'ri kelmaydi. Masalan, bizda hozir soat necha bo'ldi? Bizda soat 10:26. Lekin bu yoqda 10:15. Nimaga bunaqa? Hop, bu yerdagi narsa UTS -4 New York. Men New York vaqti bilan qo'yib olganman Trading View chartda, o'sha New York vaqti bilan ko'raman, chunki ICT shuni nima deydi, podishka qiladi. ICT ga shu kerak. Sizlar O'zbekiston narxini, O'zbekiston vaqtini qo'yib olaman desanglar, mana bu yerda UTS +5 qidirishingiz kerak va mana Ashxobod turibdi. Ashxobodda bo'lsa, O'zbekiston bilan bir xil narxga aylanadi. Hop. Ko'rinadigan narsalardan hammasini tushundinglar, to'g'rimi? Endi nastroykaga o'tamiz. Nastroyka mishkani o'ng tomonini bossanglar, kelib chiqadi. Bular unchalik qiziq yo'q. Setting. Nastroyka, keyin bizda ikkita donasi qiziq. Faqat shular. Qaranglar. Bu shamma ranglari. Bu qorani jichcha ochilashtirib kulrang qilib qo'yganman. Bu ko'tariladigan sham, bu tushadigan. Tushadigan shamning rangi qora, ko'tariladiganligi oq. Sham yonidagi nima deydi? Korobkasi qora, ili shpilkasi ham qora. Bitta dona ko'tariladigan shamning ichidagi rangi faqat kulrang. Hop, ikkinchisi kerak emas bizga. Bu yerdagi tursin. Bu uchinchisi ham, ili to'rtinchisi. To'rtinchisi nima? Mana solidmi turibdi. Keyin ikkinchisini bossanglar, ko'ryapsizlar, o'sha ikkita bo'ladi. Bittasini qora, bittasini oq qilib qo'ysanglar, yarmi qora, yarmi oq chart bo'lib qoladi. Mana esa bittalik qilganman-da, bittani oppoq qilib olib qo'yganman.
Pastidagi ikkita nima? Bu liniya. Liniyani oppoq qilib ko'rinmaydigan qilib qo'ysanglar ham yaxshi. Bu nima? Bu ko'ryapsizlarmi? Mishkani общий vertikal va gorizontal chiziq o'rtasiga kelganda o'sha mishkani olib yuradigan narsa, buni qalinligi ham bor. Eng qalinini qilib qo'ysangiz, mana o'sha qalin bo'lib ketadi. Bizda eng osoni qilib qo'ygan ishlar buni chiziqchalik qilsa ham bo'ladi, nuqtalik qilsa ham bo'ladi. Hop, bizga shunday qolgani ma'qul. Bu tekst. Buni rangi boyaga aytganim pastdagi vaqt va narxni ranglari. Bu kattaligi, masalan 18 ancha katta, menga 10 ma'qul. Hop, bizda qora rang qilib qo'yamiz. Liniyasi, o'sha narxi chart bilan bo'lib turgan joyga qarab turinglar. Yo'q bo'lyapti, liniya paydo bo'lyapti, to'g'ri? O'sha narsani ranglar. Hop, qolgan narsasiga tegmaysizlar, bu yoqqa ham, bu yoqqa ham. И вот, bo'ldi, adashmasam. Уже 3D viewda narsa, уже tayinli narsani o'zi qolmadi. Hamma narsani o'rgatdim. Yana nima qolib ketdi? Nima qolib ketdi? Sizlardan bitta dona podpiska va like bosish qolib ketdi. Hop, keyingi videoda gaplashamiz bolalar. Keyingi videodan уже darslikka o'tib ketamiz. Просто boshiga tushuntirib ketdik dedim. Agar yangilar bo'lsa, kanalga podpiska, like, komment va описаниеda Telegram kanalini silkasi qoldirilgan. Telegram kanalga ham o'tib qo'ysanglar, u yerda ham analiz signal bermayman, to'g'risi. Analiz bilan bilim ulashib boraman. Hammaga xayr, всем пока bolalar.